birgalikda olib kelsin. Hamma o'tirsin, iltimos. Tartib bo'lsin, tartib, iltimos sizlardan. Keling. Hoji buva tabriklang. Iltimos, davraga bir tartib bo'lsin. Boshqa bo'ladi nimaga? Qarsa bo'lsin, mana shu katta yigit bo'lsin, nasib bo'lsa. İkinci farzandimiz Sherali Ibrohimjon. Keling, Sherali Ibrohimjon. Sherali Ibrohimjon. Bormi? İltimos, tartib bo'lsin. Yo'lni ochib qo'yaylik, yo'lni Shodibo qarang. Bering, tabriklang. Videoga oling. Katta yigitlar bo'lsin, hoji buvasi, mana to'ra buvasi, mana shu yigitlarning bir katta yigitlar bo'lib, nasib bo'lsa uyga xizmat qiladigan ajoyib insonlar bo'lsin. Sog' bo'lsin. Hozir jo'rsin oling. Üçüncü farzandimiz Namozov Nurbek. Namozov Nurbek. Neni beraber? Olgan artık ketiyorsun. Namozov Nurbek var mı? Olib keling. Hoji buvasi tabriklaysiz. Katta yigit bo'lsin, nasib bo'lsin. Ziyodov Shahriyor polvonni chaqiramiz. Ziyodov Shahriyor polvon. Olib keling. Harsay bo'lsin. Harsay bo'lsin. Ya. Ular qo'maylik. Tabriklaymiz, katta yigitlar bo'lsin. Ihson qilgan barcha yigitlarni ishiga omad tilaymiz, bir harsay bo'lsin. Qo'ldoshi Sarvarbek polvonni chaqiramiz. Qo'ldoshi Sarvarbek. Katta yigit bo'lsin, nasib bo'lsin. Harsay bo'lsin, harsay. Ziyodov İlyor polvonni chaqiramiz. Ziyodov İlyor polvonni. Davraga tartib bo'lsin, davraga tartib bo'lsin. Ziyodov İlyor polvon bormi? Shu yigitga bir qarsay bo'lsin. Kelishini qarang buni. Nasib bo'lsa hokim bo'ladi, prokuror bo'ladi. Harsay bo'lsin, harsay bo'lsin. Qo'llab turadi, qo'llab. Ashurov Hamidjonni taklif qilamiz. Ashurov Hamidjon. Ashurov Hamidjon. Ashurov Hamidjon aka.
katta ketsin. Keling balon. Ha. Mana dedim mana. Katta yigitlar bo'lsa, bir qarsak bo'lsa, nasib bo'lsa, mana shu ihson qilgan yigitlardan ham baquvvat yigitlar bo'lib, nasib bo'lsa shu yigitdan bir ihson to'ylar qilib bersin, katta to'yxonalarda. Javliyib Sunnatbek palvon. Javliyib Sunnatbek. Javliyib Sunnatbek bormi? Bir qarsak bo'lsin bu. Eng kichkinamizmi deyman o'zi. Qarsak bo'lsin. Bering. Böyle burada uzaylaydı bana hazır. Konuşsun. Şevali Ruslan balvan. Şevali Ruslan balvan. Bana. Ama kız kaçırışı. Tabriklerimiz. Karşıya bulsun şu yigit gelin. Şoma gel, hacı bu. Şoma. Ya toplayın, bu masa bor. Şoma. Hasan'da Brişok balvan. Hasan'da Brişok balvan. Naşı yigitga bir qarsak bo'lsin. Qani Rishok balvan bormi? Hasan'da Brişok balvan. Hoji buvalarida bo'lsin narsa bo'lsa, qarsak bo'lsin shu palvonga. Oyim maladi. Ziyodov Diyorbek palvon. Doniyor palvon ekan, Doniyor. Ziyodov Doniyor. Qo'llab turamiz. Nasib bo'lsa bular chempion bo'ladi. Prokuror bo'ladi, hokim bo'ladi nasib bo'lsa. Qo'llab turamiz. Katta yigitlar bo'lsa nasib bo'lsa. Choriyev Bekjon balvon. Choriyev Bekjon. Choriyev Bekjon balvon. Bormi? Qo'llab turamiz. Tabriklaymiz, katta yigitlar bo'lsin. Anvarov Asrorbek balvonni chaqiramiz. Bormi Asror balvon? Qani? Hadi qarsak bo'lsa qo'llab turinglar. Qani o'zi bir hayda qani? Katta yigit bugun. Amirov Asilbek palvonni davraga chaqiramiz. Qani qo'llab turaylik. Katta yigitlar bo'lsin nasib bo'lsa.
Qani bir qarsak bo'lsa, mana palvon o'zi ayirib ketadi. Hamid Aliyev, Nurshodbek. Yana manas katta yigit bo'lsin. Mana shu hoji bolalarni, boytur akalarini, mana Sho'rib Odil akalarini bo'lgan narsamiz eng kami bo'ldi. Namozov Irali palvonni. Namozov Irali palvon. Qani, qo'llab turamiz. Shu palvonni tabriklaymiz. Katta yigitlar bo'lib, nasib bo'lsa, eng bo'lmaganda eng zo'r sportchi bo'lgan. Norboyev Dilshodbek. Manasiz, men hayda birdan. Rahmatov sunnat palvon. Rahmatov sunnat palvon. Bormi? Rahmatov sunnatbek. Neni barabar? Neni barabar? Rahmatov sunnatbek. Kelganimmi? Bo'ldi, beraveramiz keyin. Shu davrani bir ochaylik-da. Shu davrani bir ochaylik iltimos sizlardan. Mana shu yigitchalar bir davrani aylansin. Muzikani zo'rini qo'ying. Hammaga rahmat. Davom etadi to'yimiz. Hammalaringizga xush kayfiyatda bo'lgan holda hozir 90-yil ukamizda bitta sovg'asi bor ekan. Ashirov Umidjonmidi? Ashirov Umidjonning onasi Kelinani Umidjonning o'g'li. Ashirov Umidjonning onasi bormi? Ashirov Umidjonning onasi. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, aka-ukalar.
Demek şöyle planlaşmış günümüzde Moldova'yı tabiiyoruz. Recep olsun, Naşit Uyuyuk'a, Naşit Halkımız'a, Yardımcılarının kapıyı görmüşsün. Bugün Naşit Türkçe olanlarımızı Moldova'dan Karakan Spor yani dostumuz bu ülkelerde şunu kabul etmemiz lazım. Selamünaleyküm. Hürmetli imamlar ve mezunlar. Karşı bayramlarda, günlerde Taşkent'teki taşkınlarında Allah'ınızga rahmat. 2023 yıl tamamıyla olmadığı gibi olsun. Hamma çok selamet olsun. Tüylerden boğaz çıkmasın. Az tüy bolaları hamması kalda olur. Devletimizde hizmet ederken hep bir köfte yürüyüşler olsun. Oğlanlar olsun, oğlanlar olsun. Allah'ım, tutucular olsun, komutanlar olsun. Mahir devletimizde hizmet ederken yürüyüşler olsun. Hammalarınızda rahmat, hamma çok selamet olsun. Dünyamız tek olsun, rızlarımız para olmasın. Fakat üllerimizde tüyler, beylerler, hammanızda ağrımasın. Hüdeycan, fakat hammada rahmet. Mağabelerle hem münasibet, taşkın kadar, hamma taşkılarcılarla hem, hamma tüylerimiz, ahillerine hem, hamması rahmet, hamma çok selamet olsun. 2023 yıl hammaga omadliğimizde hep namaz niyat ederimizde niyatına girişim. Son boyunca. Bir qarsak bo'lsin, tabriklaymiz. Yigitlarni olib chiqishimiz lozim emas. Endi davraga hoji onalarimizni taklif qilamiz. Hoji onalar kelinglar. Tez-tez kelinglar, bizlar hali yana tadbirlarimiz bor. Hoji onalar